Salom, sizlar bilan Abbos Rech. Bugungi videomizda yana o'sha Rech Hens haqida gaplashamiz. Bo'lmasa o'sha nuqtani bosamiz va bu yerda asosiy uy do'stiga bosamiz. Va mana shunaqa bo'lma ochiladi. Bu yerdan ro'yxatdan o'tishni bosasizlar. Birinchi qatorga login, ikkinchi qatorga email va uchinchi, to'rtinchi qatorga bir xil parol. Men hozir akkauntimga kirib olaman. Boshqa narsaga kirib ketdik. Ana ko'rib turganlaringiz akkauntimga kirib oldim. Ko'rib turganlaringiz bu yerda men 57 rubl kirgizganman va 11.164 rubl chiqarganman. Sayt 100% to'lovda, kommentariyada описаниеda bilan sayt manzili. Bo'lmasa ko'rib turganlaringiz mana yerda xarid qilish bo'limida 3.534.171 anobo tanga bor. O'shani hozir pullarga almashtiramiz. Bo'lmasa tovuqlar do'koni ustiga bosamiz birinchi o'rinda. Bu yerda eng arzon tovuqni narxi 1000 ta tangaga, eng qimmatini 250 ming ta. Eng qimmatini sotib olamiz. Bitta, ikkita sal shamollaganman bolalar, e'tibor qilmaymiz. 3 ta 5-6 ta sotib olsak bo'lar ekan. Men hamma pulimga sotib olaman. Bu yerda 1 rubl 100 ta tangaga teng. Ko'rib turganlaringiz 1.700.000 ta qoldi. Qolgani qolaversin. Bu yerda men juda ham ko'p tovuq sotib olganman. Bularni yig'ib olish uchun super ko'karal bo'limi va bozor bo'limi bor. Super ko'karal bo'limini yeb o'tamiz. Aytim, sal ishlamayapti. Ishlab ketdi. E'tibor qilmaysizlar bolalar, sal shamollab anaqa qilib qo'ygan. Shunga burnimni olib qo'ygan. Bu yerda super ko'karal bo'limida 1.5 rubl kirgizsanglar, asl narxi 5.000, 1.5 rubl kirgizsanglar skidga qo'yibdi, sotib olsanglar bo'ladi. Buni sotib olsanglar sizlar oz-ozdan pul chiqarsanglar bo'ladi. Shuning uchun super ko'karal bo'limi kerak, bo'lmasa limit o'rnatib qo'yasizlarga. Keyin bozor bo'limi bor. Bu yerdan sizlar mana menda 70 ming ta bo'ldi. Tovuq tug'adi. Ham eng qimmatidan 24 ta olganman. Tug'adi. Buni har nechalar daqiqada aniqlasanglar bo'ladi, chiqarib olsanglar bo'ladi. Va keyingi bo'limi mening tavsiyalarim. Bu yerda do'stlaringni chaqirib pul ishlasanglar bo'ladi. 115 kishini chaqirganman men. 115 kishidan shuncha tanga bergan menga. Obshi. Ko'p turganlaringiz. Bu yerda Asilbek, Baxtiyor, Dalverchik, Alibek hammasini o'zim chaqirganman. Qolgan bo'limlarni ham tanishtirib o'taman bolalar. Bo'lmasa bonus bo'limi bor. Bonus bo'limida tanga olasizlar. 24 soatda atiga 24 ta yo'q, 100 tagacha bo'lgan tanga berar ekan. Menga 60 tami, 65 ta berdi. Sayt qiziq bo'lsa, pul ishlaymansa kirib ishlanglar. Kommentariyada va opisiyanada sayt manzili. Hammaga rahmat, hammaga omad.